Gapni qisqa va lo'nda qilaman, chunki meni unchalik ham ortiqcha vaqtim yo'q. Xullas, tanishini qo'shnisi sizni tavsiya qildi. Xullas, bizga ertangi kunga bitta tort qilib berishingiz kerak. Yo'q, unaqa ko'pchilik emasmiz, atigi 37 kishimiz. Tortni ichiga keladigan bo'lsak, men malinani juda ham yaxshi ko'raman. Ayamasdan malinali qiling, keyin fistashkoviy krem ishlating, qolgani o'zingiz didingizga bog'liq. Xo'p, siz bilan ichini kelishib olgan bo'lsak, ustini albatta lamusa shantilaridan foydalangan holda ishlating. Chokka shantisidan ishlatsangiz ham qarshi emasman. Ha, aytgancha dastavkani ertaga soat 6 ga chiqarib yuborishingiz kerak bo'ladi. Ustini yarmini qizil, yarmini o'g'il bolaga moslab qilasiz. Bolalarimni biri-biridan xafa bo'lib qolishini xohlamayman. Qizlarga mos tomonini Barbie bilan, o'g'il bolalarga mos tomonini esa Spider-Man bilan bezashingiz shart bo'ladi. O'zingiz sezganingizdek, men boshqa klientlaringizga o'xshab g'ijimlanib, mijg'olanib o'tirmayman. Sizni didingizga ishongan holda sizga buyurtma beryapman. Agar tortingiz yoqsa, mabodo yildan keyin xuddi shu kuni yana zakaz berishingiz mumkin. Eng asosiysi, siz menga 50% chegirma bilan qilib berishingiz kerak bu tortni. Chunki Instagramimda 200 ta podpischigim bor va men ularga sizni reklama qilib berishim mumkin. Boshida aytganimdek, juda ham vaqti ziq, vaqtni qadriga yetadigan inson bo'lganim uchun 20-30 minutlardan keyin tortimizni tayyor holatida rasmini tashab qo'ysangiz, bezaklaridagi xatoliklarni aytib o'taman, o'shanga qarab to'g'rilab berasiz. Mendek klientni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa albatta yana qaytarib eslataman, tortni ustini lamusa shantilari bilan bezatishni unutmang.